O'tgan sutkada AQShning Kaliforniya shtatida sayyohlarning avtobusi yuk tashuvchi mashinaning ortidan urilgan. Fojia natijasida 13 nafar kishi vafot etgan. Militsiya xodimining bildirishicha, avtobusda 44 nafar odam bo'lgan. CHP and fire rescue personnel arrived within minutes. Окуя болгондон көп өтпөй өт өчүрүүчүлөр келди. 13 киши кырсык болгон жайда набыт болушту. Алардан сырткары 31 адам түрдүү жараттары менен ооруканага жиберилди. Fojia Palm Springs shahriga yaqin Los-Anjelesdan 160 chaqirim masofada ro'yxatga olingan. Avtobus katta tezlikda kelib, yuk tashuvchi mashinaning ortidan urilgan. Ikkita transportni ajratish uchun maxsus texnika yordamga kelgan. I will tell you the speed of the bus was so significant. Автобус өтө катуу ылдамдыкта келип сүзгөндө жүк ташуучуна 4 метрге чейин сүрүлүп барган. Арт жактан сокку катуу болгону көрүнүп эле турат. Avtobus Sulton shahridan yo'lovchilarni Los-Anjelesga olib borayotgan edi. Ayni damda tekshiruv ishlari olib borilib, fojia sabablari aniqlanmoqda.